Assalomu alaykum hammaga. Sizlarni yana videoda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Ko'zimga e'tibor beringlar. Hozir uyg'ondim. Bugun kichkinagina vlog bo'ladi. Qisqa. Bugun shaharga boramiz. Ya'ni men turgan provinsiyani poytaxtiga. Bu joy men yashayotgan joydan mashinada 3,5 soat yo 4 soatlik uzoqlikda joylashgan. Bugun shu yoqqa oilalarimiz bilan aylangan ketamiz. Ham meni o'zimni bir ikkita ishlarim bor. Shularni amalga oshirishim kerak. Hozir bizda ertalabki 3:30. Hozir yana bir soatlardan keyin yo'lga chiqamiz. Ungacha choy ichib olib tayyorlanib turamiz. Bolalarga olib ketishligi kerak bizani. Shunaqa qiziq bo'ladi degan umiddaman. Bizlar bilan qolinglar, davomini ko'ringlar. Hop, ungacha zavtrak qilamiz. Odatda ertalab zavtrak uydan qilaman doim. Odatda bunaqa narsani bu xuddi овсянкаga o'xshaydi-yu. Faqat yarim qovurilgan. Ya'ni buni olib turib, yana ustiga sut solib turib mikrovolnovkaga qo'yib yuborish kerak. Bu narsa menga o'xshab ertalab zavtrak tayyorlashga erinadiganlar uchun juda ham qulay. Shuni olinadi, so'nadi. Ustida sut qo'yib yuborasiz. Keyin mikrovolnovkaga tiqamiz. Bu tayyor bo'lguncha sizlar bilan ko'chadan ob-havodan xabar olamiz. Tak, bizda bugun ob-havo yomg'ir yog'yapti, ozgina. Bugun yomg'ir bergan, pagodada ham, ob-havoda ham ozgina qor bor. Juda sovuq. Hozir chiqib ketamiz. Hozir sherigim ketdi. Birinchi bo'lib zapravka qilishimiz kerak. Dotda kechasi bilan qatladadir aylanib yurgan mashinasini zapravkasi tugayapti. Endi hozir birinchi bo'lib zapravka qilishimiz kerak. Oh! There, that's Sergeant in the back. Say hello. Hello. ¿Cómo estás? Yo'lga chiqdik. Hali qorong'u. Ertalabdan Tim Hortons Kanadada borlar biladi. Kulyapti ustimdan. I'm not consenting. Ustimdan kulib ketayotganimga. Где-то 3,5 soatlik yo'lda. This is driving by itself, man. Faqat maqtanishni biladi bu. This is Tesla, Toyota's Tesla. Toyota's Tesla, Yeah. Cybertruck. Yeah. Почти 1,5 soatdan oshiq vaqt yurdik. Hali yetib bormadik. Yana 1 soat 37 minut ko'rsatdi. Sajan orqada uxlab qolgan. Ketamiz qo'shiq eshitib, gaplashib. Hindiston haqida, O'zbekiston haqida gaplashib ketamiz. Orada bitta to'xtab oldik uyquni ochib olish uchun. Chunki bu ham, men ham uchalamiz ham 3 soatdan kam uxlamaganmiz. 3 soat uxladik. Men o'zim 3 soat uxladim, 3,5 soat uxlagan. Shunaqa. Hali qorong'u 6:30 o'tdi, soat 7 bo'ldi, hali qorong'u. Hali quyosh ham chiqqani yo'q. Boramiz, nima bo'ladi bu yoqqa. Action. Let's go. So I slept at 12:30 yesterday night. So I woke up at 7:30, went to gym, then I did some, You going to stuff. gym? Yeah. Then
tried to sleep at 10 last night, but I couldn't. I slept at 12:30 or 1 o'clock. And then everybody started calling me at 3:30. Everybody? Yeah. Only just two people. I was getting ready and everybody, hey, you woke up? You ready? You ready? How can I be ready? Like everybody's calling me. My roommates, they are sleeping, they are getting disturbed, but these two fucking people, You think so they're gonna get disturbed? yeah. Their alarms are ringing and he's the one who turns them off. No. The alarms. So everybody, hey, you woke up, everybody's messaging, calling, I was taking a shower, so they thought I'm still sleeping. Highwayda yurishni eng yomon tarafi mana shunaqa tuman bo'lib qoladi. Hech nimani ko'rmaydi. 5 metrdan uyoq ko'rinmayapti. Lekin mana bu bola 84 dan pastga tushmayapti. 100 dan tepaga chiqyapti. Sekinroq hayda desak ham bab tez haydayapti. Hop biz ikki oldik. Ovozim qanaqa eshitilyapti bilmayman. Soch dabdalasi chiqyapti. To'g'ri bermaysizlar. Bizga oldik. Biz hozir tepalikdamiz. Voy, shu ovozim eshitilyaptimi yo'qmi bilmayman. Sanjons, hozir mana buni ichiga kirishga harakat qilamiz. Men sizlarga yozib bitta narsani ko'rsataman. Hozir doim bitta narsani orzu qilardim. Shu geografiya, maktab payti geografiya o'qiganimizda okeanni o'qishni, ko'rishni orzu qilardim. Hozir shu orzularni bittasiga yetishdim desam bo'ladi. Akalar Sergeant Singh was naughty. Atlantika ekani. Aka shu yerda yurishlar. Oxiri yo'lda yurishib. Mantep tikilgan. Mana ekan. Chuncha narsa tashiydi ekan. Hozir bu yoqda ikkita rasmga tushib. That's Atlantic Ocean. Pure. What is that? Kevin. What is this place? This is the big vessel. No. This is Atlantic Ocean. Can you see all these mountains? Yeah. They are Anladım. Uçlar abi. We did that last month. That's Tea Gator. You see? Let's go man. Hiking trail. Oh, Man, it's you can't gonna do it. take minute, at Few least hours. 2 hours. And it's not fun in this weather. We can do a smaller one. Do'stlar. Shu Atlantika okeanida kemada ham niyat qilib turibmiz. Sayr deydi. Tushunimiz shu ya'ni. Men hozir In summer, so you see icebergs, whales here too. So it's very nice. We will guys come should in visit, summers. Newfoundland. We will come in summers. If you do this trail, it's your 2 weeks like Like what? Mahmudga ovozim qanaqa eshitilyapti bilmayman. Ko'rishinglar mumkin. Qaysi davlatga ketsa bo'ladi mana bu Atlantika okeanidan. Bu yoqda bor Manila, Filippin, England, Angliya, Xitoy, yana Indiyaga bu yoqdan ketasizlar. Xitoyga bu yoqdan ketasizlar, Angliyaga ham bu yoqdan ketasizlar. Kilometrlargacha yozib qo'ygan. Filippinga 3000 kilometr. Amma bu yoqda ham biz hozir bu yoqda bo'lsak Atlantika Very okeanidan windy. ketiladi. There's India right here, and you should be somewhere.
this? Yeah, that's the real map, like how Earth looks. Oh, okay. Bu yoqda ham Shri Lanka, Nigeriya, Bangladesh, Braziliya, Sudan, Iroq. Iroqqa ham ketsa bo'ladi. Endi biz sekin hozir ichkariga kirib ketamiz. Bir nimalar gaplashib ketadi, o'zini tilida tushunmaydi. Amiti ham kirsa bo'ladi ya. Lekin bilmayman, kirsa bo'ladimi yo'qmi? Hozir yaxshi eshitmayotgan bo'lsa, uzr so'rayman. Chunki juda shamol bo'lyapti. This is at least 600 here. 600? Yeah, probably. 650 anaqa ekan. Should say here how Bitta ma'lumot bor. Ma'lumot yozilgan. Oh, only 200. 200 yil ekan. This place. 200 yil Oh, bo'lgan this ekan. is just that's not. Because towers. That's around look 400th anniversary. Yeah. This is 1897 yilda qurilish boshlangan. 1900-yilda bitkazilgan. 3 yil qurilgan ekan. Mana shu zdание. Shu odam nomiga. Endi ichkariga sekin man. they close it. They only open it some. Afsuski yopiq. Ichkari kirmoqchi edik, lekin yopiq ekan afsuski. Bilmayman nimaga yopiq. Hozir biladigan jamol. Yozda iceberglarni ko'rsanglar bo'lar ekan. After this, we'll go here. It's near lighthouse. Where is it? It's right there. Also close. Bu joydan keyin bu yoqqa shotda. Keyingi safar nimani aldashyaptimi yo'qmi? They have these there as well still. But they say wind and fog can get 140 kilometers an hour. Which means it gets very Biz aylanishdan chiqib hozir pizza hutga keldik. 3 ta pizza yedik. It's your stuff, right? What they gonna think like it's for one for each. Yeah. Everybody's there. Har bittamizga bittadan yedik. Bu medium size. Bu vegetarianskiy chicken, bu tug'li, bu barbecue chicken. This is mozzarella Bu pizza yoqda sauce. pizza Barbecue sauce. sauce. Bu yoqda bu Shampoo. it's not shampoo. It's Pepsi. Hop, buni yegandan keyin yana gaplashamiz. See ya. Sizlar biza Amerika eng sharqiy deymi o'sha taraf. Yasha. That's the ships. Piyodamiz ha.
this thing over there. Yeah, they got all the. I will go up and we'll show you guys. Let's go. Hozir o'sha nima deydi uni otini? Zambaray deydi, pushka deydi. O'sha pushkani oldiga boramiz. Juda ham aniq, tuman. Juda ham tuman. Deyarli normalniy ko'rinmayapti. O'zi okeanni oldiga tushmoqchi edik. Suv ko'rinmaganiga tushmadik. Tepaga qarab tushib ketamiz. O'sha yerdan nimadirlar ko'rinib qolsa kerak. Ovozim yaxshi eshitilyapti degan umiddaman, chunki shamol. Hamma nima deydi? Mayoq deydi u. Mana. O, kemani ham ovozi eshitilyapti. Neyse charchadim. Ama mayoq. Cidden no. Chiqib keldikda, hech nima ko'rinmaydi. Mashinamizni biz ham qo'ydik. Ko'rinmayapti. Chunki juda ham bulutli. Bulutli ichida yuribmiz desa ham bo'ladi. Yurish yaxshi ko'raman. Tepaga chiqish yo'q. So'chiga ahamiyat bermaysizlar. Mayoq. Ovozim eshitilyapti degan umiddaman. Chunki mikrofonim ham qolib ketgan. Yana chiqib ketamiz tepaga. Ketaveramiz. O'zim xohlagan Kanada shu edi. Ya'ni tabiat juda ham chiroyli. Suvlar, har xil o'rmonlar, dengizlar, okeanlar. Endi xudo xohlasa yozga rejalashtiryapmiz. Shu kemada okeanda aylanishni rejalashtirib turibmiz. Okean, hech nima ko'rinmayapti. Bu yoq Atlantik okeani. Angliya, Afrika yo'ldan ketadi. Hop, hozir ajoyib faktni aytaman. Buni bilasizlarmi yo'qmi? Mana bu yerda o'qisanglar, warning, fog horn may sound without notice. Sound level dangerous to hearing. Eshitdinglarmi? Agar mana shunaqa qalin tuman bo'lsa, mana bu joydan ovoz chiqadi. Ya'ni mana shunaqa hozir eshitganinglardek ovoz chiqadi. Bu nimaga? Bu kemalarni ko'rish qobiliyati pasayganda shu ovoz orqali orolga yaqinlashishadi. Shu ovozga qarab orolga yurishadi. Okalar, mana bu joy bunker ekan. Bunkerlar bundan naryoqda bitta ko'rdik. Bu ikkinchisi yana bor deyishyapti. Ovoz xalaqit berish mumkin. Hop. Mana bu narsaga qaranglar, akalar. Bu urush paytida shundan foydalanilgan, ya'ni okeandan kelayotgan kemalarga shu orqali snaryadlar bilan, shular bilan ataka qilishgan. Bular bunkerlar. Ikkita ko'rdik, yana bor deyishyapti. Buni qaranglar, qanchalik eski. Shu narsaning informatsiyasi berilgan. Hozir
ko'rsatishga harakat qilamiz. Look, that's a real photo. People who fought in World War. Yeah, that's me in my past life. Seamless pubes. Man, look how big is it? That's what she said. Bu snaryadlari va qanaqa ishlangan, tepaga chiqarilgan, mana holatga kelgandan keyin otilgan, ya'ni shu o'q uzilgan deydimi? Bunaqa otilgan, yana qaytib pastga tushib ketilgan. Texnika. Bu ko'tarilgan, ya'ni mana shuncha ko'tarilgandek otilgan. Bunker, men to'g'risini aytaman, kirishga qo'rqaman. Chunki bilib bo'lmaydi, tashlandiq joy. Mana bu yerda ham o'qisanglar bo'ladi. Second ready room. Ya'ni ikkinchi anaqa. Mana bu yerda yozilgan shu ready room haqida. Ikkinchi jahon urushida foydalanilgan kontratakada foydalanilgan. Bu joy. It's like World War thing. They always had Yeah, to it be says ready. Second World War. Yeah, they always had to be ready. They're like, anytime somebody can attack them, so they were like, yeah, we are ready. Ha, ikkinchi jahon urushi bu yoqda bo'lmagan bo'lsa ham, baribir ular tayyorlanishgan. Ya'ni любой moment agar ataka bo'ladigan bo'lsa, shu joylar bilan, shunaqa joylar bilan o'zlarini himoya qilishga tayyorlanishgan. No. Are you scared? Yeah, I'm scared. Oh, man, who's there? See? Yeah, I see. Yeah. Let's go. Hozir buni qanaqa kattaligini tasavvur qilishingiz uchun qadam bilan o'lchab ko'rsatib beraman. Ya'ni qanchalik kattaligini bilishingiz uchun. 1 2 3 4 5 6 8 qadam chiqdi. Bu degani bana qadam agar 1 metr deb oladigan bo'lsak, 1 metrdan kamroq oladigan bo'lsak, taxminan 7,5 8 metr desak bo'ladi bu narsa. Kattaligini, shu darajada katta. Bu yoqda ko'rsatilgan, qanaqa otilgani, taxminiy chizma menimcha bu ko'rsatilgan, ya'ni pushka ko'tariladi, boya ko'rsatgan joyimdagi ko'tariladi, kemalarga otiladi. Xuddi shu narsani bu yoqda chizib ko'rsatilgan. Yoz paytida bu yoq juda ham odam bilan to'la bo'ladi. Juda ham ko'p odam bo'ladi bu yoqda. Turistlar, boshqa joydan kelgan odamlar juda ham ko'p bo'ladi. Biz ham yozda kelishga harakat qildik, lekin biz mana bu yoqda qanaqa hayvonlarni ko'rishinglar, hammasi ko'rsatilgan. Iceberglarni, qushlarni, kitlarni ham ko'rishinglar mumkin degan. Endi bilmadim, men hali ko'rmaganman. Endi yozda agar ko'rinmasa, kitlar, qushlar, bu qush shu Kanadani nima deydi? Puffins. Puffins? Yeah. It's like national birds? No. It's like only Canada. No, but you usually get it here as well. Okay. Mostly oceanic. Okay. Coast puffin. O'sha okean qushi ekan, ko'proq shu yerlarda uchraydi ekan. Boshqa joylarda ham, shu okeanga yaqin joylarda ham ko'rishinglar mumkin ekan bu qushni. Lekin men hali ko'rmadim. Bu suvda qush tugur odam zo'r o'yibdi. There's nothing after that. Only UK probably around there. Yeah. Iceberglarni ham ko'rishinglar mumkin, faqat yoz paytida, hozir emas. Juda chiroyli to'lqin bo'pti bu yoqda. Xo'p do'stlar, biz uyga kelib oldik. Qaytishni ololmadim chunki telefonim zaryadkasi kam qolgandi. Zaryadchim uyda qolib ketgan. Zaryadga qo'yamadim telefonimni. Xullas,
Aylanish yaxshi bo'ldi. Xudoga shukr, ishlarni betar qidirib oldik. Shu ko'rganinglardek. Shu akangga borib, shu yerdagi joylarni ko'rib qaytdik. Biza sal neto vaqtda borib qo'ydik. Yozda borish kerak ekan u yoqqa. Chunki tuman bo'lmaydi, sovuq ham bo'lmaydi, bemalol aylansa bo'ladi. Odam ham ko'p bo'ladi yozda. Shunaqa gaplar. Biz kech qaytdik. Probkaga qolmaslik uchun ozgina shaharda aylandik. Telefonim o'sha paytda o'chib qoldi. Kechki payt yo'lga chiqdik, qaytishda yana o'sha zapravkaga kirdik. Ovqatlanib yo'lda hangama qilib qaytdik xullas. Bugun ertaroq uxlashim kerak, chunki ertalab ishga chiqishim kerak. Juda ham og'ir kun bo'ladi ertaga. O'shaning uchun bugun odam charchadi, miya o'chdi. Hozir telefonni zaryadkaga qo'ydimda, shu oxirini olib. Xullas, shu paytgacha ko'rganinglar uchun hammaga rahmat. Ovozlar uchun, videodagi ovozlar uchun uzr so'rayman. Tomosha qilganinglar uchun, oxirigacha ko'rganinglar uchun kattakon rahmat. Shunaqa videolar agar ko'payishini xohlasanglar, kommentariyada yozinglar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Men xudo xolasa harakat qilaman. Bundan ham chiroyli joylarga borib, bundan ham chiroyli joylarni ko'rsatishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.